Ana yuring. Rosa ham xursand bo'ldim. Yaxshi. Dada, To'y zo'r. dada siz bu yerda nima qilyapsiz? Iye, Pardon, men Bahrom aka dadangiz bo'ladilarmi? Ha, ancha yillardan beri Samarqandda istiqomat qiladilar. Bizni yaqin tanishimiz Bahrom aka. Dada, siz Rossiyada emasmidingiz? yo bilasanmi qizim? Haligi Demak, Rossiyada ishlayapman, pulga tushib qoldim degan gaplaringizni hammasi yolg'on ekanda. Agar xotining bilan ajrashsang, seni oq qilaman deganimga bu ahmoq mana shu yo'lni tutgan ekanda. Nomard. Ha. Samarqandda yangi oilasi bilan shuncha yildan beri yashab kelayotgan ekan. Biz shuncha vaqt dadam bechora Rossiyada qiynalib ishlab yuribdilar deb ishonib yurgan ekanmiz. Ko'rdamak. Xotini bilan qizlarini, taqdirini o'ylamagan nomard, noinsof, vijdonsiz, ojizalarga